tayyor zaxira, saks. Payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilingani munosabati bilan biz yoshlar bu kundan unumli foydalandik. Bugun biz Farg'ona viloyati Adliya boshqarmasi boshlig'i bilan ochiq muloqot o'tkazdik. Muloqot jarayonida har bir talaba o'ziga kerakli xulosalarni chiqarib oldi deb o'ylayman. Va bu muloqot bizga ko'p narsalarni taqdim etdi. Misol uchun, men o'zim bu muloqot yakunida adliya sohasida ishlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim va bu tadbir jarayonida har bir talaba o'zini savollari, takliflari bilan faol ishtirok etishdi. Shu o'rinda men rahbarga o'zimni bir taklifimni bildirdim. Bu taklif quyidagicha edi, ya'ni universitetimizda yosh huquq targ'ibotchilari guruhini shakllantirish va bu guruhning asosiy maqsadi yangi qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlar, shuningdek hozirgi kunda dolzarb masalaga aylangan mehnat bilan bog'liq munosabatlar, ijara, kredit shartnomalarini tuzish bilan bog'liq masalalarda aholiga yordam berishda talabalarni jalb etish hisoblanardi. Va bu taklifimga boshqarma boshlig'i labbay deb javob berdilar va biz bilan har qanday vaziyatda hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdilar. Biz talabalar bundan juda ham xursandmiz va biz har doim ularni oldilarida birdek yelkama-yelka turishga har doim tayyor bo'lamiz. Talabalarimiz tomonidan bugun bir qancha adliya organlariga takliflar berildi hamda ushbu takliflarni ijobiy hal qilish maqsadida Farg'ona viloyat adliya boshqarma boshlig'i tegishlicha ko'rsatmalar berdi. Ushbu takliflar orasida bugun men kibermadaniyatni yuksaltirish uchun bergan taklifim viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i tomonidan ijobiy baholandi hamda kelgusida viloyat adliya boshqarmasini xodimlari hamda huquqshunoslik talabalar bilan birgalikda ushbu loyihani amalga oshirish uchun ko'rsatmalar berib o'tildi.